Tayyor mebelli ikki xona uy qidirib yuruvdinglar. Birinchi etajdan sizlarga zo'r variant topib qo'ydim. Yunusobod 15-kvartalda metro liniyasida o'zining parkovkalari bor ekan, детский площадкалari bor ekan. Narxi kelsa 77 ming startviy so'rashyapti. Obzorimizni boshlaymiz. Bu кружка hisoblanadi. Keling, mana sanuzel ko'rsatamiz. Sanuzel разделный ekan. Bu vanna hisoblanadi. Mana ko'rib turganingizdek obstanovkalar qilib qo'yishibdi o'zligi. Bu общий zал. Zalimizda ko'rayotgan mebellar polni mebellar o'zi qoladi, texnikalarni olib chiqib ketishar ekan. Olib shunda $600 ga arenda qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Keling, mana deskini ko'rsatamiz. Bu yog'imiz deski hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek 2 xona, 3 xona qilingan. Chiroyligini ishlangan uyimiz. Keling, mana balkonga chiqamiz. Balkonimiz 1,5 ga 6 balkon. O'nlab sinfga yasab qo'yishgan. Ko'rib turibsizlar, kuxongalar ham juda chiroyli qilib qo'yishgan did bilan. Shu uyimizga 77 ming startviy qo'yib beramiz. Qiziqqan bo'lsangiz egalarining nomerini qo'yib beramiz, aloqaga chiqinglar.